Yo'l mushkul. Ammo qaysar irodaliklar uchun har bir qiyinchilik bir g'alaba. 44 qismliq televiziya teatri Yunus Emre Mushkul yo'l. Bu filmda Yunus Emre'ning hayoti nihoyatda chin va jonliq aks ettirilgan bo'lib, u 1268-yili Konya Qaratay madrasasini a'lo natija bilan bitirib, Nallıxonga qozi bo'lib tayin qilindi. Yo'lda Nallıxondagi Takkining shayxi Taptiq Emre bilan tanishib, yo'ldosh bo'lib, u zotning ba'zi karomatlariga shohid bo'ldi. Yunus Emre Nallıxonda qozilik qilish jarayonida nurg'un xato hukm chiqarib, ommaning noroziligiga uchraydi. Hikmat sahibi Taptiq Emre qozi Yunusning xatoliklarini o'ngshashga yordam berdi. Buni ko'rgan Yunus texi ilmda takammul emas, ishda cho'lti ekanligini sezib, Taptiq Emre'ga murd bo'ldi. Taptiq Emre qozi Yunusdagi menmendonlik va xarakterdagi tantaklikni bayqab, uni nafsini poklash uchun kerakli zikr vojib qilish bilan birga turmushdagi pashal ishlarni qildirib chiniqtirishni maqsad qildi. Chunki Payg'ambar alayhissalatu vassalam jihadning eng cho'ngi nafs bilan kurash qilish degan. Gerçi qozi Yunus qozilik tonini tashlab Takkaga kelib Takkining qoida usullariga amal qilishga tirishgan bo'lsa-mu, bu yo'lning undoq oson oxirga chiqmaydiganligini gumon qilib, shayxini tashlab ketib qoldi. U avliyolarni tushida ko'rdi. Uning ilm sirlarining oshqichi Taptiq Emre'da ekanligini bildi. Shuning bilan Takkaga qaytishga majbur bo'ldi. Yunus ilmda amirlik maqomiga yetish uchun nurg'un javri jafo, mushaqqatlarni beshdan kechirib, oxiri ilmi irfon xazinasidan o'zining nasibasini oldi. Bu xizmatimiz muhojiratdagi qarindoshlarimizning ro'yi besimini yengiltishga, shundaqla ma'naviy turmushni betishga foydasi bo'lsa, ajr mehnatimizdan rozi edik. Bu film yaqinda ko'rguvchilarning diqqatiga suniladi. Fikrini bölüş, anca münasip emas. Bo'ladi ondaqda. Takkiga bir qotil uyushtirilib oldi. Doğan, adam sizlar o tarafni. Abdesem yo'q kel. Qo'linglar. Ovozlarni anglayotamsan yezni. Qanchalik samirginni mush yerda turib bilgili bo'ldi. Shayximiz bergan zakasini tayyor qildik. Hammasi tayyor bo'lgandi.